Assalomu alaykum birodar aziz Donald Tramp. Sen nima uchun Benyamin Netanyahu bilan birga Iron davlatiga raketalar otib, tinch yashaydigan odamlarning uylarini buzib, yer bilan tekizlab, Ali Xaminiy va uning oilasini o'ldirding? Sen musulmon odamlarni bir-biriga qayrab urushtirib, islom urushini boshlab qo'yding. Ali Xaminiy namozxon, taqvodor inson edi. Men tushunaman. Ali Xaminiy siyosatga aralashmasligi kerak edi. Armiya, politsiya, sudyalar va televideniya ishlarini Iron prezidenti Masud Pezeshkian bajarish kerak edi. Iron Amerika bilan urushmoqchi emas edi va birinchi bo'lib Amerikaga bostirib kirgani ham yo'q. Hatto atom bombalarini yaratmaslikka ham rozi bo'ldi. Bu Amerika birinchi bo'lib dunyoda ikkita atom bombalar yaratgan va 1945-yili Yaponiya davlati Hiroshima va Nagasaki shaharlariga tashlagan. Atom bombalar portlash sababi Yaponiya xalqi hozir ham kasal bo'lmoqda. Donald Tramp, sen siyosatchi va diplomat emassan, sen ittiboqsan. Sen esa Vladimir Putin. Quruq gaplarni o'rniga Iron xalqiga amaliy yordam berishing kerak edi. Sen aytgansan, men chechenman, tatarman, tojikman, arabman va yana it biladi qaysi millatni gapirgansan. Endi sen aytyapsan, boshqa davlatlarning ichiga aralashmayman, o'zlari kelishib hal qilib olishadi. Sen Qur'on kitob o'qiysan. Rossiya davlatida 7000 ta yadroviy raketalar bor. Unda nima uchun rus xalqini baxsh o'rniga sen juda ko'p pullarni qurol va raketalar tayyorlashga sarflayapsan? O'zingni orqangni berkitib yopish uchunmi? Unda Iron davlatdan keyin sen bo'lasan. Bizning yerimizda erkin va mustaqil davlatlar bo'lmaydi. Hamma davlatlar bir-biriga bog'langan. Donald Tramp, sen 3 marotaba uylangansan. 80 yoshga kirgansan, cholsan. Balkim 4-marotaba Iron qiziga uylanishni xohlagansandir. Seni jinsiy organing hali ham turyaptimi? Unda Ali Xaminiy va uning oilasini nima uchun o'ldirding? Tarixga kirmoqchi bo'ldingmi? Yo'q, sen jahannam do'zaxga kirasan va do'zaxda abadiy yonasan. Sen Vladimir Putin, mening gapirgan so'zlarimni o'ylab ko'r. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh.